Ilgarigi Imron bilan hozirgi Imronning farqi bormi? Yillar nimalarni o'zgartirdi? Endi baribir-chi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, kundan kunga oy, yil o'tadi. Bizani o'sha bilimimiz, dunyoni anglab borishimiz har bir qirrasida o'samiz-da baribir. Bugungi munosabatimiz ertaga baribir o'zgaradi. Xohlaymiz, xohlamaymiz. Kimdir hozir men aytishim mumkin sizga, yo'q, men o'sha holatdaman. Yolg'on-ku bu narsa. Hammamiz o'zgaramiz baribir. Vaqt o'zgartiradi, odamlar o'zgartiradi, atrof muhit o'zgartiradi, bilimimiz oshadi. Qarashlarimiz. Bir narsaga masalan qarashimiz o'zgaradi baribir. Bilasizmi, eng muhimi o'sha eski Imronni samimiyatini saqlab qolishim menda eng katta vazifam o'sha. O'sha rostligimni saqlab qolishim men uchun eng katta muhim. Lekin dunyo qarashi o'zgaradi baribir. Odamlar bu o'zgarishi kerak. Kerak, bu norma bu. Chunki zamon bilan hamnafas bo'lasiz, yillar, davrlar o'zgaryapti. Samimiyat yo'qolmas. Yo'qolmas. Shuni yo'qotsangiz hamma narsa ketadi ijodda o'zi. Yolg'onchilikni boshladingiz, уже ijodga ketadi o'zi. Ming afsuski bugungi kunda ayni mana shu samimiyat yo'qolib borayotgandek. Chekka qishloqlarda samimiy insonlarni kuzatasiz, bor ular. Ular beg'ubor, ular bilan suhbatlashganda maza qilasiz. To'g'ri. Lekin ming afsuski bugungi kunda mana o'zimiz atrofimizda, suhbatdoshlarimizda go'yo yuziga niqob kiyib olganlar ko'paydi deymizmi? Samimiyat yo'qoldi. Siz aytgan samimiyat bugun juda kam. Kam insondan topasiz.